Sizlarga yangilik zo'ri bor, qadrdonlar. O'tkazib bermaydi. Qadrdonlarim, O'zbekistondan, Samarqanddan, Tojikistonga kelgan ustalar bor. Mana bunaqa devorlarni ko'ryapsizlarmi, tizdik qilib beradi. Undan tashqari, mana patologlarni qarang. Voydod! Bunaqa narsalarni men uncha tushunavermayman, lekin O'zbekistondan, Samarqanddan, Tojikistonga kelib, mana shunaqa ishlarni qilib berishyapti. Bunaqa narsalarni uncha tushunavermayman. Keling, usta akani o'zi tushuntirib beradi. Assalomu alaykum, hurmatli tojikistonliklar. Mana bugun biz Samarqanddan Tojikistonga tashrif buyurib, mana ishlarimizni qildik. Mana shu akamizning uyini 3D rombik qilib berganmiz. 3D rombik, 3D palasi. Mana bu yerga отдельно rombik tashlaganmiz. Bu yerga 3D palasi, tepalari Versace. Buni nima deydi? Buni nima deydi? Bu 3D deydi. Bo'rtib turadi devordan, lekin fix narsa. Bunisi rombik. Arka rombik, bu 2 qavatli 3D deyiladi. Shunaqa ishlarni qilasizlar? Ha, albatta. Endi bu haqida gapirib bering. Bu tunikafonni ham qilaveramiz agar joyi qilinmagan bo'lsa, hamma narsasi qo'ldan keladi. Xizmat haqi hammasi ichida, hamma narsani o'zimiz olib kelamiz, faqat pul. Qadrdonlar, короче, bundan ko'p ma'lumotimiz YouTube kanalimizda, Instagramga sig'dira olmayapmiz. YouTube kanalimga o'tasizlar, narxlarni ham hammasini bo'lib podrobno tushuntirib beramiz.